Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Demak, bugun bizda 5-dars. Bu darsimizdan oldin 4-dars, ya'ni artikellar mavzusini ko'rib chiqdingiz deb o'ylayman. Demak, bugun 5-darsimiz bizda subject and object pronounlar bo'lar ekan. Pronoun nima degan savolga javob topadigan bo'lsak, here is the question: what is the pronoun? Demak, pronoun are the words that replace noun to avoid repetition in sentences. Demak, pronounlar bizda shunday so'zlarki, o'sha otlarning o'rnini bosib, takrorlashni oldini olar ekan. Demak, pronounlar bizda otni o'rnida kelib, gap egasining o'rnida kelib, demak, takrorlanishni oldini olar ekan. Bu demak, pronounlar o'zbek tilida olmoshlar deyiladi. Pronounlar olmoshlar deyiladi. Olmoshlar o'zbek tilida almashinish so'zidan olingan bo'lib, ot bilan almashgani uchun olmosh deb ataladi. Xo'p, demak, shu takrorlashdan xoli bo'lish uchun ishlatishimizni ko'rib chiqdik. Keling, bunga misol ham ko'ramiz. Demak, bizda example: Anna plays piano. Anna loves it. Ko'rib turganingizdek, bizda gapning egasi 2 marta takrorlandi va bu yerda biz repetitionga yo'l qo'yilganini ko'rdik. Bu bizda ma'no jihatdan xato hisoblanadi. Keling, ikkinchi gapni ko'rib chiqamiz. Anna plays piano, she loves it. Birinchisida Anna deb demak nounni keltirgan bo'lsak, ikkinchi gapimizda bo'lsa she orqali pronounni u deb Annani demak belgilab, bildirib keltirdik. Bu esa bizda ma'no jihatdan ham, grammatik jihatdan ham to'g'ri gap hisoblanar ekan. Keling, subject va object pronounlarning farqini ko'rib chiqamiz. Demak, hozir sizlar bilan subject pronounlar, ya'ni kishilik olmoshlarini ko'rib chiqamiz. Demak, we use it as a doer of something. Harakatni bajaruvchisi, ya'ni doer bizda harakatni bajaruvchisi bo'lar ekan. Demak, biz subject pronounlarni harakatimizning bajaruvchisi sifatida ishlatar ekanmiz. Xo'p, demak, ular ham ikki turga bo'linar ekan. Singular hamda plural, demak birlikdagi subject pronounlar hamda ko'plikdagi subject pronounlar bo'lar ekan. Demak, birinchisini ko'rib chiqamiz. Singularda birinchisi I, bu men, you, bu sen, he, she, it, u shaklida demak tarjima qilinar ekan. He o'g'il bola uchun, she qiz bola uchun, it esa biror bir narsa, buyum uchun ishlatilar ekan. Demak, I, men, you, sen, he, she, it, u tarjimasida ishlatilar ekan. Keyingisi bizda ko'plikdagi subject pronounlarimiz. Birinchisi we, biz, you, ular, they, uchta shaklda berilyapti. Bu ham tarjimasi ular ma'nosida ishlatiladi. Demak, o'g'il bolalarga nisbatan ular demoqchi bo'lsak yoki masalan qanaqadir item, productlarga nisbatan ular demoqchi bo'lsak, they are shaklida ishlatar ekanmiz. They bilan qo'llanilar ekan. You demak sizlar, we bo'lsa bizlar shaklida bo'lar ekan. Demak, keling oldiga tarjimalarini yozib chiqamiz. Tushunmay qolgan holatlar bo'lmasligi uchun. I, men, you, sen, he, she, it aytib o'tganimizdek u. We, biz, you, siz, they, ular shaklida tarjima qilinar ekan. Keling endi subject pronounlarni ko'rib chiqqan bo'lsak, object pronounlarni ham ko'rib chiqamiz. Xo'p, demak, hozir sizlar bilan kishilik olmoshlari, ya'ni subject pronounsni ko'rib chiqamiz. Xo'p, we use it as a doer. Demak, harakatni bajaruvchisi sifatida ishlatar ekanmiz. Demak, mana bu yerda yozganimizdek, harakatning bajaruvchisi. Doer bizda bajaruvchi bo'lar ekan. Bu ham bo'lsa subject pronouns, ya'ni kishilik olmoshlari bo'lar ekan. Demak, ularning ikki turi bor. Ko'plik va birlik hisoblanadi. Birlik bizda singular deyilar ekan, ko'plik bizda plural deb atalar ekan. Keling, birma-bir barchasini ko'rib chiqamiz. Xo'p, demak, birinchi ko'radiganimiz bizda I bo'ladi. I bu men shaklida tarjima qilinadi. You, sen yoki siz. Sen yoki siz. Demak, he, she va it bizda hammasi bitta tarjima, ya'ni
u degan tarjimani beradi. Demak, he ni biz o'g'il bolaga nisbatan ishlatganimizda he shaklida qo'llaymiz. Qiz bolaga ishlatganimizda she shaklida, biron bir buyum, narsa, predmet haqida gapirganimizda it shaklida u deb berar ekanmiz. Xo'p, keyingisi bizda plural pronounlar hisoblanar ekan. Birinchisi plural pronounni bizda we hisoblanadi. We bu biz degan ma'noni anglatadi. Bizlar. Xo'p, you sizlar. They esa he ga ham, she ga ham, itning ham ko'plik shakli bizda they bo'lar ekan. Masalan, buyumlarga nisbatan books deb aytmoqchi bo'lsak, they are on the table deydigan bo'lsak, kitoblar stolning ustida degan ma'noni beradi. Demak, they ikkalasiga ham ular shaklida tarjima qilinar ekan. Keling, birma-bir yana takrorlab chiqamiz. Demak, I bizda men, you bizda sen yoki siz, he bizda u, she u ham u shaklida, it ham u shaklida tarjima qilinar ekan. Plurallarni ko'rib chiqadigan bo'lsak, we bizlar, you sizlar, they esa ular shaklida tarjima qilinar ekan. Demak, bularni tushungan bo'lsangiz, izohlarda 3 ta shu plural va singular nounlarimizdan, pronounlarimizdan foydalanib gaplar yozib qoldiring.